Assalomu alaykum hammaga. Bizning navbatdagi video mana skuterimiz ketdi. Mana shunaqa Velomax. Olinganiga 1,5 yildan oshib qolibdi. Mana 220 watt 48 voltli motor yurmay qolibdi. Mana shunday tishlari bo'ladi. Mana ketib qolibdi. Og'ir yuk bilan yurgani sababli. Ya'ni bu bunaqangi katta og'irlikka moslashgan motor emas o'zi. Mana reduktorini mana shunaqangi tishlari bo'ladi. 2 kishilik, yana vesi og'ir bo'lib turib ham yana 2 kishi bu minib oladigan akalarimizga tegishli ko'proq bu video. Mana shu tishlari ketadi. Hozir uni almashtirib motorini joyiga yopamiz, nasib bo'lsa chiroyli bo'ladi. Xo'sh, mana akalar, valni ham tozalab oldik, benzinlab yuvib, ichkariga o'tkazmasdan, ichkarida ammotka bor, o'tkazmaslik kerak iloji bo'lsa. Mana barabanlarini ham tozalab yuvib oldik. Mana masini tozalab yuvib oldik. Mana eski tishlari. Yemirilib tamom bo'lib qolgan. Endi bunga mana yangi tishlarni o'rnatib, smaska qilib o'rnatib olishimiz kerak. Mana shu yerda shestirning ichida aylanadi bu uchalasi. Reduktor tishlar bo'ladi. Xo'sh, endi bunga mana tishchalarni o'rnatishni boshlaymiz. Mana shunday joylashadi. Joylashmay qolgan bo'lishi mumkin. Mana stopirchalari bor.